Muhim xabar: O'zbekistonda sovuq antitsiklon kirib kelmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonga sovuq havo massalari kirib kelmoqda. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. Qayd etilishicha, 16-17 yanvar kunlariga borib, respublika bo'ylab deyarli barcha hududlarda havo harorati pasayadi. Kunduzgi haroratlar ham pasayib, tungi va ertalabki soatlarda sovuq kuchayadi. Shu bilan birga antitsiklon natijasida yog'ingarchilik bo'lishi ham prognoz qilinmoqda. Ayrim hududlarda yomg'ir yoki qor ko'rinishi, qisqa muddatli yog'ingarchiliklar qayd etiladi. Yog'ingarchiliklar va shamol natijasida atmosferada to'planib qolgan mayda zarrachalar yuvilishi hamda atmosfera havosi sifati yaxshilanishiga bir oz muddat sababchi bo'lishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonga sovuq antitsiklon kirib kelishi oqibatida atmosfera havosida ifloslanuvchi moddalar va mayda zarrachalarning to'planishi kuzatilishi mumkinligi haqida xabar berilgan edi.